Mana yana bitta uchastkamizni obyekt bitdi hozir. Obzorini qilib beraman. Mana kotelniy, mana gidro kollektorimizni nirjavika qo'yganmiz. To'pli polliga mana bu расходомерный mana qo'yilgan datchiklar. Turbalarimiz izolyatsiya, ikkita to'pli polga nasos, bitta batareyaga расширительный bak qo'yilgan. Kotelimiz Shafoda kotel. Shafotex kotel 35 tali, 34 tali adashmasam. Dimoxodlari samodelniy nirjavikadan. Issiq suvga ham mana Shafotex 200 litrli boiler qo'yilgan. Расширительный bak. Mana dimoxodlari nirjavika. Mana nasos, retsirkulyatsionni bronzovый korpus nasos qo'yganmiz. Gazimizga mana bunaqa oxirida nakopитель qo'yilgan. Ya'ni qish paytida, gaz kam paytida kotel yongani, boiler yongani, gaz plita o'chib qolmaydi. Uchastkamiz 250-300 kvadratli uchastkaga 250 kvadratli uchastkaga qo'yilgan issiq hamma joy. Mana shunaqa отопление qotganlar bo'lsa, bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. Sifat bilan 5 yil garantiyasi bilan qilib beramiz.